Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan multi-level testini writing bo'limini ikkinchi taskini ko'rib chiqamiz va aynan forum post yozishni o'rganamiz. Biroz eslatma shu o'rinda. Demak, oldingi darslarda men aytib o'tganman, ikkita qismdan iborat writing qismi part 1 va part 2 qismlari. Va bugun sizlar bilan shu part 2 ni, ya'ni ikkinchi qismini yozishni o'rganamiz. Oldingi darslarda part 1 bo'yicha ma'lumotlar berib o'tganman. Bu qism C1 darajasidagi taskni o'z ichiga oladi va 3 ta demak vazifadan birini bajarishni talab etiladi. Ya'ni forum post yozish, blog post yozish yoki artikel yozish. Buni hammasini birdaniga yozmaysiz. Bu bittasi beriladi xolos sizga, ya'ni imtihonda yoki forum post yozasiz yoki blog post yozasiz yoki artikel yozasiz. Va number of words, ya'ni 180-200 ta so'z yozish talab etiladi va tavsiya etilgan vaqt yarim soatni tashkil etadi. Garchi mana bu so'zlar qiyinroqdek tuyulayotgan bo'lsa, aslida o'zi unchalik qiyin emas. Ma'no jihatdan, mazmun jihatidan essay yozishga juda ham o'xshab ketadi va mana shu bugungi darsimizda ham guvohi bo'lasiz. Deyarli essay structuresi bilan deyarli bir xil. Bu yerda shunchaki nomlari biroz notabiiyroq, tanishroq bo'lishi mumkin bizga, lekin aslida bu unchalik qiyin masala emas. Demak, davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz bilan tanishib olsak, ya'ni bugun mana shu mavzu bo'yicha forum post yozishga harakat qilamiz. You are participating in an online discussion for language learners. Ya'ni siz qanaqadir online discussionda qatnashyapsiz, online muhokama va bu yerda language learners to'plangan, ya'ni til o'rganuvchilar to'plangan va ana shu discussionda mavzu berilgan. Is it better to live in a big city or a small town? Ya'ni katta shaharda yashagan yaxshimi yoki kichkina shaharchada yashagan yaxshiroqmi degan savol ketyapti va demak sizga shart berilyapti. Post your response giving reasons and examples. Mana shu online discussionda siz ishtirok etib o'z fikrlaringizni bildirishingiz kerak va taxminan 180-200 ta so'z yozishingiz kerak. Endi mana shu o'rinda oldingi imtihon formati bilan solishtirib ketsak, bu yerda ko'rinib turibdiki, savol nisbatan osonroq, ya'ni oldinlari bilamizki, essaylar IELTS dan olinardi va IELTS savollari nisbatan murakkabroq edi. Bu yerda nisbatan osonlashgan. Is it better to live in a big city or small town? Bu unchalik qiyin savol emas, ko'pchilik javob bera oladigan savol. Va mana shu jihat bilan ham task 2 dan, ya'ni IELTS task 2 dan farq qiladi. Mavzular anchagina yengil, anchagina oddiy va ko'pchilik yoza olishi mumkin ushbu mavzular bo'yicha. Mavzuyimiz bo'yicha forum post yozishdan oldin keling birgalikda mana shu umumiy qoidalarni ko'rib chiqsak, ya'ni template'ni ko'rib chiqsak, mana shu andozani ko'rib chiqsak forum post uchun. Ko'rib turibmizki, bu yerda 4 ta qismdan iborat. Introduction 40 ta so'z atrofida, body paragraph 1, body paragraph 2 va albatta conclusion. Ya'ni xuddi o'sha essay structuresiga juda ham o'xshab ketadi. Lekin essaydan farqli jihati, essaydan ko'ra kamroq so'z yozasiz, 250 ta emas, balki 180-200 ta so'z yozishingiz kerak bo'ladi va yana bitta muhim farqli jihat, bu ko'proq personal yoziladi. Ya'ni o'zingizdan kelib chiqib, shaxsiyatingizdan kelib chiqib, ko'proq ya'ni ko'p ishlatasiz, o'zingizni demak experiences haqida ko'proq gapirasiz. Essayda bo'lsa ko'proq impersonal yozilardi, uchinchi shaxsda yozilar edi, ya'ni umumiy yozilar edi. Bu yangi formatni talablari bo'yicha ko'proq personal, ya'ni o'zingizdan kelib chiqib yozishingiz kerak bo'ladi. Endi mana shu introduction bilan ham yaqinroq tanishsak, demak taxminan 40 ta so'z atrofida so'z yozilishi kerak va birinchi demak asosiy talab state your opinion clearly, ya'ni u yerda berilgan savolga siz aniq javob berishingiz kerak. Buni keyingi slaydda ham ko'rib chiqamiz, aynan mavzuga doir bo'lgan qismida. Buni yana ham aniqroq tushuntirib beraman. Ya'ni siz ana shu berilgan savol bo'yicha, berilgan task bo'yicha o'zingizni aniq fikringizni bildirishingiz kerak. Va undan keyingi yana bitta muhim jihat bu briefly introduce what you will discuss. Ya'ni qisqagina nimani yozishingizni aytib o'tasiz. Demak, introduction taxminan 2 ta yoki 3 ta gapdan iborat bo'ladi va o'z ichiga mana shularni olish kerak. Ya'ni aniq bir fikr mavzu bo'yicha va mana shu forum postda bo'ladimi, blog postda bo'ladimi, artikelda bo'ladimi, nima qilishingizni yoritib berishingiz kerak. Endi biror bir tomonni tanlaganimizdan keyin bizda qanaqadir argumentlar, sabablar bo'ladi. Mana shu sabablarni body paragraph 1 va body paragraph 2 da
aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, body paragraph 1 da, ya'ni main advantage yoki reason deyilgan. Ya'ni o'sha sizni tanlagan tomoningizni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatadigan asosiy argumentingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Taxminan 60 ta so'z atrofida chiqishi kerak ushbu paragraf. Ya'ni present your strongest reason. Ya'ni eng muhim, eng kuchli bo'lgan sababingizni ko'rsatasiz birinchi o'rinda. Keyingisida, ya'ni mana shu sababni ko'rsatgandan so'ng explain it clearly, ya'ni uni yaxshilab tushuntirasiz. Bitta, ikkita, uchta gapda tushuntirishingiz kerak bo'ladi va add a short example, statistics or personal experience. Ya'ni bu yerda endi qanaqadir example, statistika yoki shaxsiy hayotingizdan qanaqadir example berishingiz mumkin. Ya'ni mana shu tepadagi, yuqoridagi fikrlaringizni mana shu example bilan yana ham kuchaytirib qo'llab-quvvatlaysiz. Xo'p, endi bu yerda 3 ta punkt berilgan. Bu degani 3 ta gap bo'ladi degani emas. Misol uchun birinchi asosiy sababni aytgandan so'ng mana shu explanation qismida aytaylik 2 ta yoki 3 ta gap ishlatishingiz mumkin va examplega misol uchun bitta gap. O'zi umuman olganda bu paragraflarda kamida bir 4 ta 5 ta gap bo'ladi. Hammasini hisoblaganimizda. Endi bu asosiy yozilishi kerak bo'lgan jihatlar. Body paragraph 2 ga o'tamiz. Bu yerda endi ya'ni qo'shimcha argumentlarimiz bo'lsa, mana shuni additional point sifatida yozamiz va yoki biz yana kontrast ham qo'shishimiz mumkin. Ya'ni kontrast degani o'zimizni fikrimizga qarshi bo'lgan fikrni ham qo'shib ketishimiz mumkin bu yerda va ana shu kontrargument ham deyiladi. Hozir pastda shunday yana ham ko'proq berilgan. Ya'ni o'sha kontrastni yoki kontrargumentni qo'shib, u yerga o'sha kontrast yoki kontrargumentga biz javob berib ketishimiz ham mumkin. Misol uchun mana bu yerda given as a benefit, ya'ni bu yerda ya'ni qo'shimcha o'sha yaxshi tomonini aytishimiz mumkin yoki qanaqadir kontrargumentni aytib, mana shu kontrargumentga biz javob qaytarishimiz mumkin. Va keyingi qiladigan ishlarimiz bu ana shu tepadagi argumentlarimizni isbotlash. Aytib o'tdim undan oldingi paragrafda ham. Ya'ni explain qilib berishimiz kerak bo'ladi va albatta example ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Okay, demak bu yerda ham 60 ta so'z atrofida yozishimiz kerak. Mana 40 ta plus 60 ta 100 ta bo'ldi va buni 160 ta qo'shadigan bo'lsak 160 ta bo'ldi hozircha. Va mana bu pastdagi 30 tani qo'shadigan bo'lsak 190 ta so'z chiqadi va biz ana shu 180 ta degan minimal talabni bajargan bo'lamiz. Umuman olganda so'z boyligi haqida ham gapirib ketsam, bu yerda 180-200 ta deyilgan. Ba'zan o'quvchilar 250 ta yoki undan ham ko'proq yozib yuborishadi. Bunga hojat yo'q. Agar juda ham ko'p yozib yubormoqchi bo'lsangiz, 220 ta yozing, 210 ta yozing yetadi. Bu ko'p yozgani bilan sizga ko'p ball qo'yadi degani emas. Ko'p ball olish uchun muhimi, demak, fikringizni aniq, lo'nda, chiroyli tushuntirib berishingiz kerak. Ko'p ball olish uchun ko'p yozishim kerak degan tushuncha noto'g'ri tushuncha. Conclusionga o'tamiz. Conclusionda demak odatda 2 ta gap bo'ladi. Ya'ni restate your opinion clearly. Yani tepada mana bu state your opinion degan narsani aytgan edik. Xuddi shu narsani yana qayta restate qilamiz. Xuddi shu fikrni biroz boshqacharoq shaklda beramiz va oxirida asosiy argumentlarimizni summarize qilishimiz kerak. Yani yuqorida body paragraph 1, body paragraph 2 bo'yicha argumentlarimiz bor edi. Ana shu argumentlarimizni biz yana bir marta umumlashtirib gapirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Okay, endi kelinglar mana shu hozirgi umumiy template'imizni aynan shu hozirgi berilgan mavzu bo'yicha ko'rib chiqsak, ya'ni qanday biz buni qo'llashimiz mumkin. Mavzuyimiz esinglarda bo'lsa, living in a big city va small town ikkalasini taqqoslagan edi. Qaysi biri yaxshiroq degan savol edi. Mana shu savol bo'yicha demak hozir ko'rib chiqamiz. Introductionimiz mana birinchi o'rinda o'zimizni opinionimizni berishimiz kerak. Ya'ni qayerda yashash yaxshiroq. Bu yerda aytilyapti, mana living in a big city is better. Ya'ni katta shaharda yashash yaxshiroq kichikroq shaharchada yashagandan ko'ra. Ya'ni mana shundan o'qib turib, aniq bilyapman, demak yozuvchi katta shaharni tanlabdi. Endi keyingisi bu preview, ya'ni mana shu keyingi qismlarda nimalarni yozishimni qisqacha tushuntirib o'taman. I will explain why big cities provide more opportunities. Nima uchun katta shaharlar ko'proq imkoniyatlar beradi and why I prefer them despite some disadvantages. To'g'ri, ba'zi bir minus tomonlari bo'lsa-da, lekin baribir mana shu demak shahar hayotini tanlashimni, nima uchun tanlashimni tushuntirib beraman deb yozib qo'yapmiz. Mana shu introduction
qismi. Endi mana shu o'rinda bitta muhim jihat, odatda task 2 da, writingda, IELTSda yoki oldingi multi-level imtihonlarda IELTSga o'xshatib yozishardi va u yerda paraphrase degan narsa bo'lardi. Bu yerda paraphrase degan narsa yo'q. Ya'ni paraphrase qilishga hojat yo'q. Bu yerda birdaniga savolga javob berib ketish kerak. Chunki bu yerda paraphrase qilishga umuman hojat yo'q. Xo'p, endi davom etamiz. Body paragraph 1, ya'ni main argument for big city. Ya'ni katta shaharda yashash uchun asosiy argumentimiz nimadan iborat? Demak, bu yerda mana main point aytilyapti. Cities offer more opportunities for education, work and entertainment. Ya'ni 3 ta narsa bu yerda muhim. Ya'ni ta'lim sohasi, ishlash sohasi va dam olish sohasida ko'proq imkoniyatlar beradi shahar. Xo'p, endi shu narsani explain qilamiz. Easier access to schools, ya'ni maktablar, universitetlardan foydalanish mumkin, librarylardan foydalanish mumkin va juda ham ko'plab ishlar, har xil ishlarga kirish mumkin. Xo'p, endi example bilan support qilishga harakat qilamiz. Friend found an internship in a marketing company in the city, impossible in a small town. Ya'ni do'stim internship, ya'ni marketing sohasi bo'yicha qanaqadir stajyorlikka ishga kirdi shaharda va bu narsani kichkina shaharchada topishni imkonsiz bo'lar edi. Ya'ni qanaqadir bir personal example beryapti. Albatta linking wordlardan foydalanishimiz kerak. First of all, in addition, for instance kabi so'zlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi body paragraph 2 ga o'tamiz. Counter argument va contrast. Bu yerda xo'p, o'sha aytib o'tdim yoki asosiy fikrimizni qo'llab-quvvatlovchi yana bir ideya beramiz yoki counter argument berishimiz ham mumkin. Ya'ni counter argumentimiz shunaqa bo'ladiki, bu yerda to'g'ri shaharchalar ham yaxshi. Ya'ni shaharchalar, kichikroq shaharlarda demak quiet bo'ladi. Ya'ni bu yerda sokin, tinch, xavfsiz bo'ladi va stress kam bo'ladi va people value strong communities and slower pace. Ya'ni odamlar mana shu bir-biriga bo'lgan strong community, ya'ni bir-biriga bo'lgan hamjihatlikni qadrlaydi va hayot unchalik tez emas, ya'ni slower pace degani sekinroq hayot bo'ladi u yerda. Mana shuni qadrlashadi degan explanation. Endi mana shu demak explanation va o'sha counter argumentga biz o'zimiz boshqa, ya'ni zid fikr berishimiz kerak. Ya'ni buni narsa to'g'ri, shunaqa safe, quiet, less stressful, lekin degan joy bor. But few opportunities in education, work and culture. Lekin bu yerda mana shu education, work and culture bo'yicha imkoniyatlar kamroq deb turib, ya'ni o'zimizni tomonga bo'lib ketamiz baribir. Someone might travel far to attend a language course while cities have many nearby. Misol uchun language kurslar mana ko'pchilik boradigan til kurslari. Ya'ni agar siz shaharchada yashaydigan bo'lsangiz, uzoq joyga borishingizga to'g'ri keladi, qatnashishingizga to'g'ri keladi deyapti. Lekin siz shaharda yashaydigan bo'lsangiz, bu sizni yashash hududingizga juda ham yaqin joyda joylashgan bo'ladi. Ya'ni biz tepada ozgina o'sha counter argument berib, keyin ana shu counter argumentga qarshi o'zimizni fikrimizni baribir isbotlab ketyapmiz. Hop, va linking wordlar albatta however, on the other hand, by contrast degan shakllarda ishlatish mumkin. Va conclusion qismiga o'tamiz endi. Conclusionda mana bu tepadagi opinion, ya'ni qaytadan bu yerga joylaymiz. Ya'ni living in a big city is better, ya'ni shaharda yashash baribir yaxshiroq degan fikrimizni yana bir bor ta'kidlaymiz va summaryda tepada aytib o'tgan mana bu argumentlarimizni umumlashtirib, ikkalasini mana shu joyda yana qaytadan yozishimiz kerak bo'ladi. Opportunities in education, jobs and culture outweigh disadvantages. To'g'ri, qanaqadir disadvantagelari bor, lekin mana shu education sohasida, ish sohasida va madaniyat sohasidagi imkoniyatlar baribir ustun keladi mana shu disadvantagelardan. Kelinglar endi mana shu template bo'yicha yozilgan sample essayni ko'rib chiqsak va aynan qanday ko'rinishga kelganligini bilan tanishib chiqamiz. Demak, mana introductionimizni ko'rib turibmiz. Bu yerda ikkita gapdan iborat. Mana aytib o'tdim, birinchi gapdanoq savolga javob berib ketamiz. Bu yerda paraphrase degan narsa kerak emas. I believe it's better to live in a big city than in small town. Bo'ldi, mana shu savolga javob berdik birinchi gapda. Endi ikkinchi gapda mana shu postda, ya'ni shu yozgan demak writingimizda nima qilishimizni tushuntirib ketamiz. In this post I will explain why city life provides more opportunities. Ya'ni nima uchun
shahar hayoti ko'proq imkoniyatlar berishi va nima uchun men uni afzal ko'rishim aytib o'taman. Even though garchi small towns have some advantages, garchi kichkina shaharlarda o'ziga xos advantagelar bo'lsa ham, ya'ni to'g'ri, kichkina shaharlarning ham o'ziga xos advantage bor, lekin men baribir shahar hayotini tanlayman va nima uchun shuni tanlaganimni tushuntirib beraman ushbu postda demoqchi. Endi body paragraph 1 va body paragraph 2 bu yerda sizda bo'lsa aytgandek birinchi asosiy eng katta argumentimizni beramiz. And first of all deb boshlashimiz mumkin. Big cities offer a wide range of opportunities for education and entertainment. Bu tepada aytilgan, ya'ni wide range of degani ko'plab turli xil degani, ya'ni imkoniyatlar bor o'qish, ishlash va dam olish bo'yicha. Va endi ana shuni keyin gaplarda explain qilib beraman. There are more schools, ya'ni schools, universities and libraries. Bu endi education masalasida kelyapti. Which makes it easier to study and learn new things. Mana shu joyda mana bu which bilan ishlatilgan qism, ya'ni bu murakkab gapni elementi va bu narsa o'qish va o'rganishni osonlashtiradi. Endi demak bu yerda mana bilamizki so'z boyligi unchalik haligi ko'p emas, talab ko'p emas, ya'ni 180 ta 200 ta so'z bu ko'p so'z talabi emas, lekin mana shunda ham siz C1 olish uchun, ya'ni kam so'z yozib yuqori ball olishingiz uchun mana bunaqa murakkab strukturalardan foydalanishni bilishingiz kerak. Mana shu which bilan, ing bilan yoki boshqa relative clause shakllari bilan gaplarni tuzishni o'rganishingiz kerak. Endi bu mavzu boshqa mavzu, keyingi darslarda bularni ham yoritib ketamiz. Xo'p, in addition, job options are more varied. Ya'ni ishlash imkoniyatlari har xil, turli xil imkoniyatlar bor. Mana which means, ya'ni o'sha which ni ishlatyapti. Which means young people can choose a career that really interests them. Ya'ni ular o'zi qiziqtirgan karyerani tanlash imkoniyatini beradi bu. Demak, ishlash imkoniyatlari. For instance, misol uchun, my friend found an internship in a marketing company in the city, something that would not exist in a small town. Mana shu joyda o'zini shaxsiy hayotidan example berib ketyapti. Men do'stim internship topdi, ya'ni stajyorlikka ishga kirdi marketing sohasida, shaharda, va bu narsani kichkina shaharchada bu narsa wouldn't exist, ya'ni bu narsani topishning imkoni bo'lmas edi. Okay, demak birinchi paragrafni mana tushunib oldik. Bu yerda gaplar soniga e'tibor beradigan bo'lsak, mana 1, 2, 3, 4 ta gap berilgan. Ya'ni bitta asosiy argument, ikkita explanation va oxirgi gapimiz, 4-gapimiz bu example bilan tugayapti. Mana shunaqa shaklda yozsanglar juda ham yaxshi, optimal. Ya'ni 4 ta 5 ta gap yozish bu yetadi. Keyingi qismga o'tamiz. Endi bu yerda kontra argument berilib ketilyapti. However bilan boshlayapmiz. Small towns can also be attractive. Ya'ni attractive o'ziga jalb qiluvchi, jozibador bo'lishi mumkin deyapti. They are usually quieter, and ularning o'sha advantajlarini sanayapmiz. Safer and less stressful. Ya'ni sokin, tinch va stress kam bo'ladi. Many people enjoy the slower pace of life and the stronger community sense of community. Ya'ni bu yerda o'sha hayotni sekinroq o'tishini insonlar yoqtirishadi va stronger sense of community, ya'ni community sifatida bir-biriga yaqin, odamlar bir-birini taniydi, bir-biri bilan muloqot qiladi ko'proq. Mana shu narsa ba'zi insonlarga yoqishi mumkin. Endi mana shu joygacha biz o'zimizni tepadagi fikrimizga qarshi argument berdik. Endi ana shu kontra argumentga biz javob qaytarishimiz kerak. On the other hand, these benefits often come with fewer opportunities. Ya'ni mana shu benefitlar bor, to'g'ri, lekin bu benefitlar nimani evaziga keladi? Kamroq imkoniyat evaziga keladi. For example, someone might have to travel far just to attend a language course. Ya'ni misol uchun kimdir uzoqqa borishga to'g'ri keladi, travel qilishga, ya'ni mashinada borishga yoki piyoda borishga yoki qanaqadir transport vositasida borishga to'g'ri keladi. Shunchaki bir qanaqadir language course'ga borishga, ya'ni qandaydir til kursiga qatnashish uchun ham uzoqqa borishga to'g'ri keladi. While in the city such classes are easy to find. Yani, lekin shaharda mana shunaqa darslarni topish juda ham oson. Hop, bu yerda ham gaplar soniga e'tibor berib qo'yamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta gap ekan bu yerda. Mana tepadagi gaplari nisbatan qisqaroq bo'lib qolgan. Va aytib o'tdim, 4 ta yoki 5 ta gap yozish bu eng optimal tanlov. Xo'p, endi conclusion qismiga o'tamiz. Conclusionda aytib o'tgandik, ya'ni o'zini tepadagi mana bu fikrini qayta aytish kerak edi introductiondagi.
In conclusion, I strongly prefer living in a big city. Yani men katta shaharda yashashni juda ham afzal ko'raman. The access, endi bu yerda ikkinchi qismida tepadagi argumentlarni bir qator eslatib o'tamiz. The access to education, jobs and culture outweighs the disadvantages, making city life the better choice for me. Ya'ni mana shu education, jobs and culture dan foydalanish imkoniyati, access degani foydalanish imkoniyati disadvantagelardan ko'ra yuqoriroq va city lifeni men uchun to'g'ri tanlov qiladi, yaxshiroq tanlov bo'lishiga sabab bo'ladi deb tugatib qo'yapman. Mana shu ko'rib turgan forum postimizda 208 ta so'z chiqqan. Ko'rinishidan unaqa ko'pga o'xshamaydi, lekin 208 ta so'zdan iborat. Ya'ni so'z boyligi masalasida muammolar unchalik bo'lmasa kerak o'quvchilarda, chunki 180 ta so'z bu unchalik qiyin emas yozish. Asosan bu yerda murakkab gap tuzish, murakkab grammatika ishlatish masalasi o'rtaga tushadi yuqori ball olish uchun. Shuning uchun ana shu qismlarga ko'proq e'tibor berishni tavsiya qilaman. Darsimizning keyingi qismida sizlarga mana shu ishlatishingiz mumkin bo'lgan ba'zi bir phraselarni o'rgatib ketmoqchiman. Ya'ni introduction qismida, body qismida, misol uchun introductionda ko'proq ishlatishingiz mumkin bo'lgan fikrlardan biri in my opinion, I strongly believe. Conclusionda ham ishlatish mumkin. From my point of view, personally I think, I would argue that. Ya'ni bular o'zingizni shaxsiy fikringizni berish uchun ishlatiladigan tayyor so'zlar. Buni yodlab olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Ko'pincha introduction va conclusionda sizga foyda beradi. Keyingisi asosiy argumentni berayotganingizda ishlatishingiz mumkin bo'lgan phraselar. Birinchidan albatta first of all, one clear advantage is that, ya'ni bitta asosiy advantage shundan iboratki, another important reason, yana bir muhim sabab shuki, for instance, endi bilamiz in addition qo'shimchasiga yoki what is more deb ham bo'ladi. Bu ham in addition so'zi. This means that, ya'ni bu endi shu explanation berganda ishlatiladigan so'z. Ya'ni asosiy argumentni berganingizdan keyin bu narsa mana buni anglatadi deb turib o'sha explanationga o'tib ketishingiz mumkin. Endi kontra argument va kontrast qismida ishlatishingiz mumkin bo'lgan so'zlar. Some people argue that, it's true that, shu narsa haqiqatki, on the other hand, bu body tuni boshlanishda ishlatishingiz mumkin bo'lgan so'zlar. By contrast, ya'ni taqqoslaganda, however, I would say that, men mana bunaqa deb aytgan bo'lardim. Although this may be the case, ya'ni garchi mana shunaqa shu holat to'g'ri bo'lsa-da, lekin deb turib o'zingiz tomonga burib ketishingiz mumkin. Nevertheless, bu ham o'sha shunga qaramasdan degan ma'noni anglatuvchi so'z. Va albatta conclusion so'zlari ham bu yerda berilgan. Albatta birinchi o'rinda in conclusion yoki to sum up desa bo'ladi. Overall, I believe that, bu ham yaxshi. All things considered, ya'ni hamma narsani hisobga olib javob beradigan bo'lsam, for these reasons I prefer, ya'ni mana shu sabablarga ko'ra men mana shuni afzal ko'raman. In the end, ya'ni is better option for me. Ya'ni oxir oqibat mana bu tanlov men uchun yaxshiroq. Okay, demak mana darsimizda qanday qilib forum post yozishni ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizda blog post va artikel yozishni ham ko'rib chiqamiz. Ungacha see you soon. Take care. Bir ma'lumotni eslatma sifatida aytib o'tsam, biz multi-level testiga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga maxsus ilova yaratganmiz, mobil ilova. Va mana shu mobil ilovamizning nomi TM School. Ushbu ilova orqali siz ko'plab foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin va testga yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Demak, ilovada listening, reading, writing, speaking sectionlari bor. Undan tashqari video darslar ham bu yerda bor. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va ayniqsa maslahat beraman sizlarga mana shu speaking qismidan ko'proq foydalanishni. Chunki speaking qismini bilamiz, imtihonda biz kompyuterda topshiramiz va u yerda vaqt bosimi juda ham katta bo'ladi va bilamizki, u yerda ma'lum sekundlari bor o'zini va biz mana shu kompyuter formatiga mos ravishda mobil ilova yaratganmiz. Misol uchun testning ichiga kirib mana ko'rsatib berishim mumkin va xuddi o'sha imtihon holatida bo'ladigan sekundlar mana shu ilovada ham bor. Mana model answer orqali namunaviy javoblarni ham o'rganishingiz mumkin. Va namunaviy javoblarni o'rganib bo'lgandan so'ng orqaga qaytasiz, boshlash tugmasini bosasiz va imtihon muhitida test topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib boriladi pastki qismida mana bu joyda va sekundlar ketadi tepada mana bu joyda mana sanayapti. Hozir 5 sekunddan keyin javob
Mana bu please tell me about your best friend mavzusida javob berish kerak. Pastda ovoz yozilib ketilyapti. Undan keyin audioni eshitish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda har bir part bo'yicha demak savollar berilgan va savollar aynan tushgan savollar asosida tuzilgan. Ya'ni sizga ham qayta shu savollar tushib qolish ehtimolligi bor. Ya'ni shu tomondan ham ushbu savollarga tayyorlanish juda ham muhim. Rasmli savollar ham bor. Bu part 1 bo'yicha, part 2 bo'yicha ham xuddi shunday, part 3 bo'yicha ham xuddi shunaqa, ya'ni sekundlik partlar bor. Xo'p, savollar bor, ko'rib chiqishingiz mumkin va full test topshirishingiz mumkin bu yerda. Part 1, part 2, part 3 va full exam shaklida topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib olinadi va mana bu joyga tushadi. Buni audioni siz o'qituvchingizga share qilishingiz mumkin, o'zingizga saqlab olishingiz mumkin, eshitib, xato kamchiliklaringizni o'zingiz tinglab ko'rishingiz mumkin. Albatta tavsiya qilamiz ushbu ilovani yuklab olib ishlatishni. O'sha Play Store yoki App Storedan TM School deb qidirsangiz bemalol yuklab olishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. See you soon. Take care.